Menga qarasan, iWatch qidiruvmiding, YouTube Telegram ochadigan? Bak. Yanami? Bak. Yana yangilikmi? Bak. Ko'rganmisan bunaqasini? Yo'q. Mana buni qara. Bu ultra seriya bo'ladi. Ichiga bemalol YouTube, Telegram, WhatsApp hammani yozib qo'ysang bo'ladi. Facebookga cho'qiydi. Jinnisini olib kelibsiz, aka. Mana qara. Mana qara. Eng qiziq narsasi buni kamerasi bo'ladi. Ya'ni aka. Tinuvligini ko'rasizmi? Tinuvligini qarang buni kamerani. Bemalol yoniga kirsang menyusi ochiladi mana Telegram, WhatsApp, sensorlarning ishlashi zo'r ekan, aka. Ha, mana bu bunisi. Bu 11 seriyasi bo'ladi mana. Menyusini ko'rasizmi ishlashi? Bunda ham xuddi shunaqa kamerasi bor mana. Telegramdagi ham voy, vashim yegan-da, aka bular. Ha, bunga rasmdagi ham tinib olar ekan. Qara. Telegram, WhatsApp, mana o'yin, Instagram, xohlagan narsangni yozib qo'yaverasan. Mana ChatGPT gacha bor. Bu ani vzrosliga zo'r mana. Telegram yozib qo'yganman mana, ko'rasizmi? Telegram ishlashini bemalol narsalar jo'natsa bo'ladi. Xohlasang mana ultra seriya bor. Xohlasang mana 11-seriya bor mana. Kimga qanaqa? O'zining ichidan mana bunaqa remishoklari chiqadi mana. Xohlasang mana narxlarini ish bilagan endi. Mana dumaloq versiyasi ham bor xohlasang. Bular 750 mingdan. Buni qara, amaliyot ekranli bo'ladi. Sim karta ham shunday ketadimi? Sim karta qo'yasan, yonidan sim karta qo'yasan. Mana ham sim karta qo'yadigan joyi bor. Mana ko'rding? Buni imtihonlarga ham olishyapti, ko'chada ishlatib yurishga ham. Bular har tomonlama sim kartali Android kerak bo'lsa, buni olish uchun oltiga bir sizga murojaat qilaveradimi? Bemalol, direktdan yozishsa javob beramiz. Bo'ldi, aka. Zo'r ekan, rahmat.